To'g'ri. 3-qism 25-bab. Beyjingning Chang'an yo'lida pikap avtomobillar, velosipedliklar va piyodalarning uzilmas eqini ichida beshiga badam do'ppa, uchisiga harbiycha chapon, ko'k ishdan putiga yangi rezinka oyoq kiygan Ro'zaxun bir nahiyalik saboqdashi egambardi bilan ketib boradi. Әйнектек сылық, кәң, азада yo'l, hashamatlik yo'l charaqlari, egiz haybatlik binolar, binolarning to'riqlik kang peshtaxlari, kun nurida voldab turadigan naqshlik, ko'rkam eshik derizlar, gulliklar ularni bakmu jalb qiladi. Har ikkisi goh egizga, goh pastga hangviqib qarab, ana avu millatlar sariyi, avu pochta binosi deyishib, gohida odamlarga so'qilib, ketkinni sezmay qoladi. Velosiped minib yürüydigan beyjingliklar chiroyi va yurish turishi o'zlariga faqat o'xshamaydigan bu odamlarga ajablanib qarashardi. Onda sonda ba'zilari ularga qarab Shinjongliklar deb qo'yib o'tib ketishardi. Bundaq gaplarni anglaganda Ro'zaxun bilan Egambardi bizni bildiganlarmi bor ekan ha deb kulishardi. Ular Mangfujin, Qianmin degan yerlarni orlab, ba'zida Shidan taraflariga o'tib yoki kichik ko'chalarda ezib yurib, kashlik sinf yig'iniga aran ulgurib qaytib keladi. Sinf yig'indan keyin yotoqdoshlari ochqib qo'ygan sho'lta tetaydigan mo'mi bilan tuzlangan sayni ishtaha bilan yeb, xeyli vaqtlargacha ko'rgan bilganlarini parang'ini selib o'ltirishib, noyda kash yotadi. Yutqanga kirib yetib bo'lgandan keyin hayajonlari besilmay, xeyli uzoqcha uyqusi kelmaydi. Kunlar, oylarning o'tishi bilan qiziqish, hayajonishlarmi besiqib, uning o'rnini, yurtni, ota-ona, urug'-tuqqanlarni seg'inish egilishga boshladi. Ba'zi qiz bolalar oqshimi yotganda yetib, ota-onasini uyini seg'inib yig'laydi. Ammo ularning hammasi tasda erishgan bu fursatni ching tutib o'rganmasa bo'lmaydiganligini biladi. Ular Millatlar Universitetining tayyorlik fakultetida 2 yil o'qib, Xanzu tilini to'liq egallagandilar, boshqa maktablarga da o'zi xohlagan kasbda o'qiy oladi. Ularning musofasi texi uzoq edi. Bu musofaning oxiriga yetish uchun belni chang bog'lamay bo'lmaydi. Ro'zaxun dastlabki vaqtlarda boshqa yurtliq saboqdoshlarining Xanzu tilida ravon so'zlashalaydiganligini ko'rib, o'zini bu yerga o'qishmay kelib qolgandek sezib yurdi. Ammo to'g'riqlikda yuribmi nurg'un kitoblarni o'qigan, o'zligidan tabiiy fan darsliklarini o'rganib, 1978 yili oliy maktab imtihoni asliga keltirilganda viloyat bo'yicha yuqori nomer bilan imtihondan o'tgan Ro'zaxunni sal chaqliqli bo'lmaydi. U o'rganishga kirishib ketsa, hammani unutdi. Kunlab sinfdan chiqmay, kitobdan bosh ko'tarmay o'tira oladi. Yarim yilga qolmay u xam so'zni ko'p bildiganligi, grammatika va jumla tuzishga ustunligi bilan ko'zga ko'rindi. Yil oxiriga barmay imtihonlarda hammani besib tushdi. Yozlik ta'tilda maktabning atrofidagi kichik bir sirtma zavodida haqsiz ishlab, Beyjing talabasida odatki gaplarni qila oladigan bo'ldi. Ikkinchi o'qish yilida maktab qiroatxonasidan kitob oriyat elib o'qishga boshladi. U bir kitobni qo'liga olsa, kirishib qoladi. Bilmaydigan xatlar uchirsa, lug'at aqtirib o'rganib olmoqcha ko'ngli tinmaydi. Kitobni o'qib bo'lib, o'ziga yorgan bo'lak abzaslarni tarjim qilib boqadi. Dastlabda uni ko'zga ilmagan, uning talaffuzini do'rab masxara qilgan, Egambardi ikkisining Wangfujindagi bir oshxonaga kirib, bir qachidan tomoq buyura olmay, yarim kun o'ltirib osh qursa yenib chiqqanligini latifa qilib, ko'zdan yosh chiqudek kulishib yuradigan saboqdoshlari endi uni hurmat qildigan, bilmagan yerlarini uningdan so'raydigan bo'lib qolgan edi. Ularning ichida qizlarmi bor edi, albatta. Bu bir yilda Ro'zaxunning yurish turishidami ko'p o'zgarish bo'ldi. U boshqa o'g'il saboqdoshlaridek chosh qo'yib oldi. Oqshimi shimini o'rin ko'rpisining ostiga bostirib, qirich-qiradigan, ko'nglikini 2 kunda bir yuyib, yoqsiga kir qo'ndirmaydigan bo'lib qoldi. Bir kun oqshimi u sinfda dars takrorlayotdi. Oldingi partada o'ltirgan Ramila burilib, biri gepi bodak uningga qarab kulib qo'ydi. Boshqa bolalar ketib bo'lganda, u Ro'zaxunning yenidagi o'ringa kelib o'ltirib, Ro'zaxunning yangi oyog'ini ko'rsatib,
Oyog'ingiz chiroyli-ku, dedi. Ro'zaxon kulib qo'yib gap qilmadi. Maktabdan Namrat o'quvchilarga qishliq kiyim-kechak tarqatganda uningga bir tivitliq ishdan bilan tantarbiya oyog'i tekkan edi. Akşam bizning yotoqqa 2 xansu qiz keldim. Qaysi bir zavoddan keldik deydi. Ular heliqi chet ellikka o'xshaydigan seriq chashliq yigit bilan ko'rsak bo'ladi deb sizni saqlab xeyli uzoq o'ltirdi. Ular sizni bek tirishchan ham aqlli ekan deb maqtashib ketdi. Shug'unisi siz ular bilan ko'rishalmadingiz. Ta'tilda men ishlagan zavoddagi qizlarmikin? Men ulardan til o'rgangan. O'zingiz bilmaysiz-ku deyman. Sizni boshqa sinfdagi qizlarmi bek so'raydi. Heliqi chiroyli balanglar nimishqi texchi beshidan badam do'ppisini elib etmaydigandu. Uninkidak tabiiy budur chashni Xudoyim bizga bersichu deb armon qilishib ketadi. Oqshimi quloqingizmi qiziydigandu haqiqatan. Har rost qizlarning ko'zini qizartqudek chechingiz bo'lgandikin, yalangboshdoq yurishingiz bo'lmamdu. Bu yerda hamma odam shundoq yurgandikin. Ro'zaxon nima deb javob berishni bilolmay qoldi. Uning ko'z oldiga yurtidagi tug'ilgandan tortibla beshiga do'ppi kiydigan ushshaq bolalar, yigitlar, dadisi, cho'ng dadisi keldi. U shularning biri edi. Yalangboshdoq yursa zodi nimazini borligini ancha bilib ketmasimi, bir yeri ichilib qolgandek yoki badanining bir a'zosi kam bo'lib qolgandek tuyg'udan qutulolmay azoblanadi. Shuning uchun u do'ppisini necha qitim elib etib bo'lib, yana kiyib olgan edi. U Ramilaga duduqlab turib, "Men mushundaq ko'nib qoptiman" dedi. Ramila uningga do'ppi to'g'risida qayta eg'iz ochmadi, lekin ikkisi oqshimi sinfda yolg'iz qolgan chaqlarda ilgirgidek ochiq yurib paranglashadi. Ro'zaxonmi hech kimga demagan gaplarni uningga aytdi. Yotoqdoshlari uni Ramilaga choplab chaqchaq qilishadi. Ro'zaxon Ramilani boshqa qizlarning yaqin ko'rsimu shaharda cho'ng bo'lgan bu erkak qizni to'g'raqliq bilan onasi va akasining xotini Helmgul bilan bog'lab tasavvur qila olmaydi. To'g'raqliq uning ko'nglidagi muqaddas joy edi. Shunga u hissiyotni erkiga qo'yib etmay ko'proq o'rganishga beriladi. Uzoq kasal tortgan sohib jamolga o'xshash solib, rang jilvasini yo'qotib, qurib qaqshal bo'lib qolgan to'g'raqliq qachonlardido asta-asta yana o'sniga to'lishga boshlagan edi. Po'lat tavlashdan keyin qum bo'ronning ziynini ko'p tortgan to'g'raqliqlar ko'chat tikib o'rmon belana qilishni yilma-yil bo'shashtirmay ching tutib, kanat atrofida qatma-qat o'rmon belbaqlarini yetishtirgan edi. Ayni yillari kesilib, qo'lni bayram qilib etilgan to'g'raqliqlarmi yillarning o'tishi bilan cho'nqur yer tegidan biq surib chiqib, barobar bo'y tortib, vujudidagi kuch qudrati va ham sehriy kuchini namoyon qilishga boshlagan edi. Ziraat o't-cho'plar qurib, so'gat, jigda, teraklar orqa-orqadan yo'pirmoq tashlab zimin yalang'ashlanib qolganda, qiruv qoplagan dala kashkuzning so'g'uq shamili o'sh qitib yurganda, qizg'ish seriq rangga kirgan to'g'raq yo'pirmoqlari qum do'nglari va dalalarni qoplagan yolqindek lavildaydi. Shivirganda uchib tushganlari oltin rangli poyandoz bo'lib, ziminga yerilsa, shexida qolganlari yiqilmas bayroqdek oxirigacha qaysarlik bilan lipildishib turadi. Kuzda yosh bir rassam to'g'raqliqning sirtidagi qum do'nglariga rasm josini tiklab qo'yib, o'zi yolg'iz o'ltirib birar oygacha rasm chizdi. Uni nima ish qilyotganligini deb yeniga borgan ushshaq bolalar, podichilar yoki o'tin targili borganlar oqlatiga sizigan ajoyib rangdor ko'rinishlarni ko'rib, uning o'zlari kunda ko'rib turadigan yurtining manzarasi ekanligiga ishonmay qoldi. Ashu yili kuz va ikkinchi yili atyazda to'g'raqliqda kishi ishonmagidek yangiliklar ko'p bo'ldi. Dajaydan o'g'inish amaldan qilib, og'chi do'ngdagi palampay etiz tashlanib qoldi. Buningga agishibla dehqonlarning qoldiruq yer, dal-daraxtlari qaytirib berildi. Dehqonlar qo'li qo'ysak beqishqa, qo'shimcha egilik bilan shug'ullanishga rag'batlantirildi. Har juma kuni yumaloq bozorda bozor bo'lgan. Odatga kunlardami to'xu tuxum, süt qaymoq, yel yemish, g'alvir sevat sotadiganlar uzilmaydigan bo'lib qoldi. O'z vaqtida kapitalizmning quyrug'ini kesimiz deb hammadan bek vaqirganlar, qo'shimcha hunar kasb bilan shug'ullanadiganlarga kun bermaydiganlar, qo'ldan ish keladigan odamlarning sharaqshitib pul tepayotganligini ko'rib o'ltirolmay qilishdi. Uni buni deb ularning yo'lini to'smi baxti.
Ahir bo'lmay o'zlarimu bu qaynamga kirib ketishdi. Daduyjang Daduy partiya yacheykisining shujisi Namat bilan muavin Daduyjang Abdug'ini ahullar o'zlari to'g'ri deb qaragan yo'lda ching turib keldi. Ular uzun yillik tajribasidan bundaq vaqtliq to'lqin qaynamlarning hamon iziga tushib ketadiganligi ishnatdi. Ammo ish ularning tasavvuridagidek bo'lmadi. 1983 yili mamlakat bo'yicha xalq kommunisi amaldan qoldirilib, yerlar oilalarga taqsim qilib berildi. Bu kunlar Namatning hayotidagi eng qorong'u kunlar bo'ldi. Tarixdan buyangi har xil harakatlarda tortib chiqarilib, qalpoq kuydirilgan nohaq ozar yeganlarning qalpoqi ilib tashlanib, nomi asli keltirildi. Sinibi kurash tilga ilinmaydigan bo'lib qoldi. Namat jon o'zgarayotdi. Kapitalizm tirilib, o'tmishdagi boy pomishchilar yana xalqning shilisiga mindigan bo'ldi. Kompartiya bunga yo'l qo'ymaydi. Bu ish hamon surishtirildi. Buni to'siydigan odam chiqmay qolmaydi deb yuqorining hujjat uqtirishlarni besib qo'ydi. Hatto yuqoridan kelganlar bilan qarshilashdi. Gongshida echilgan yig'inda bizning bu ishlarimiz o'z kaçtımızga özümüz urganlık bo'lmay nima? Shuncha yildan beri biz kooperatsiya quramiz, kommuna quramiz deb jon tikmidikmi? Ashu ishlarimizning hammasi nolga tang bo'ldimi? Ya'ni dehqonga qaytarib bersak, ularni qandoq boshqaramiz? Hamma odam o'z yerini tersa, biz nima ish qilamiz deb qaynab so'zladi. Bu o'zgarish Abdug'ini Axunning kallasidan o'tmaydi. Kompartiya degan pulni do'st tutmaydigan, nomratni, ojizni, adolatni yoqlaydigan partiya deydigan bir e'tiqod uning qon qiniga singib ketgan edi. U yosh vaqtlaridan tortib, shu e'tiqodi yo'lida samimiy sadoqat bilan ishladi. Hatto jinnini tikib qo'ydi. Azaldan huquqidan, o'rnidan foydalanib, naf olay, o'zimni samirtay demay, bugun u yoshlik bahorni, hatto butun hayotini beg'ishlagan, o'zi ulug' ahamiyatli deb bilgan ishlarning inkor qilinganini ko'rganda g'angrab qoldi. Hatto umidsizlandi. U dili boshqa, tili boshqa odamlardan emas edi. Zo'r o'zgarishlarga tezdan moslashib ketolmaydi. U faqat rahimsiz amaliyot davomida po'latdek pokit va o'zgarish davomida azobliq tanlash va cho'nqur o'ylash orqali ruhiy dunyosini yengilab, tangshab ketalaydi. Buning uchun vaqt kerak edi. Yangi yezi siyosatlari illiq obdobdek zimminning bulung pushqoqlarini qo'ymay ilibdi. Kooperatsiyalashish davrining salbiy qahramonlari Ibrohim Kijang, Sidiq Axunlar hayot bo'lgan bo'lsa, qanday hissiyotda bo'lar edikin? Ammo dehqonlar o'tgan ishlarni eslab o'ltirmay, yerga qayta erishgandan cheksiz xushal bo'lishdi. Ularning bu xushalliqi xuddi 50-yillarning beshida yerga erishgan dehqonlarning xushalliqiga o'xshaydi. Ular mana endi buyruq bo'yicha ishlaydigan medgarga emas, haqiqiy dehqonga o'xshagan edi. Dehqonda yerga bo'lgan egilik huquqi bo'lganda g'urur bo'ladi, yerga muhabbat bo'ladi. O'z oldiga ish qilish erkinligini bo'lganda ijodchanlik ham tirishchanlik bo'ladi. Ana shularga erishgan dehqonlarning qizg'inligi va g'ayratini hech narsaga tanglashtirish mumkin emas edi. To'g'riqlik kunsiri o'zgarayotdi. Bo'libmi qumliqning ichkarisida neftlikning echilishi bu o'zgarishni haslab tiziltirayotgan edi. Neftlikka boradigan yo'l to'g'riqlikning yenidan o'tadi. Neftlikka boradigan yo'g'on avtomobillar, cho'ng kozubli may avtomobillari, minibus, pikaplar yo'l bo'yida to'xtab, neftchilar dehqonlardan tuxum yel yemishni oladi. Ular baho talashmay o'zlarining deginiga oldig'ini uchun dehqonlar ular bilan savdo qilishga amroq edi. Kunlar o'tgancha bu yerda kichik bir bozor paydo bo'lishga boshladi. Yo'l bo'yida bir suvchan oshxona atrofida bir necha kichik do'kon, sotir oshxona, qiyniq kirim qilib olgan, tor kiyimlarni kiygan xanso cho'konlar paydo bo'ldi. Bu cho'konlar shopurlar va neft ishchilari bilan birdamda tanishib, ular bilan oshxona, sotir oshxonalarga kirib ketadi yoki ularning mashinasiga chiqib birga ketadi. Sodda dehqonlar, ish ko'rmagan yosh bolalar ularga hayronlik bilan og'zini ichib qarab qoladi. Neftlik kengaygancha bozormi cho'ngaydi. Yo'lning ikki tarafidagi oshxonalar, sovuq ichimlik, haroq sharob, turmush buyumlarini sotadigan do'konlar bir-biriga ulashib ketdi. Yumloq bozorda oshxona ichib, samsipazlik qilib tuzuk pul topolmagan Rajab Axun
ismli yosh dehqon tunji bo'lib yo'l bo'yida Uyg'ur taomlari oshxonasi ichib, polo, lag'man, kabob, samsa setib, ro'naq tepishga boshladi. Uni do'rab yana bir nechasi oshxona, navoiyxona ochdi. Do'konlarning oldi oshxonalarida moda naqshlar yangrab turadi. Önalg'u lentilari to'xtamay qo'yilaverganlikdan g'ajildab chiqadigan bo'lib ketgan edi. Bozorda pul tepayotganlarni, neftchilarning pulni sharaqshitib xajlayotganligini ko'rib, dehqonchilikning royi yongan, ovqat qilgudek dasmaysi yo'q bir qism yoshlar bilan ish xushyoqmaydiganlar loyiha-g'azallar doim oshxonalarning oldida quruq paraq so'qib o'tiradi yoki bozor orlab yeganning og'ziga, kiyganning uchisiga hang'ilqib qarab yurishadi. Ularning orasida Zeynab xonning 22 yoshlarga kirib qolgan, bir uylanib xotini bilan ajrashib ketgan o'g'li Ahmad Mupa edi. U og'illarning orqasidan Urumchiga bir berib kelgandan buyon quliqiga gap kirmaydigan, qo'l ishga bormaydigan bo'lib qolgan edi. Uning to'g'riqlikda turg'isi kelmaydi. Bir yiroqlarga beshini ilib chiqib ketay desa, pul yo'q edi. Shunga yo'l bo'yida to'xtamay mashinalarga zan qo'yib, shoferlarga surkishib, ularga oshxona tonishtirib, mashinalarga suv akilib berib, atrofida cho'rgilab yuradi. Bir kuni to'ygacha yeb ichib, bo'yinlargacha qizirib olgan bir shofer put-qo'li chaqqan, taqi-turqi qamlashgan bu dehqon yigitga diqqat qilib qoldi. Uni yeniga chaqirib sharat bilan, "Menga bir yordamchi lozim, men bilan ishga boramsan?" deb so'rab qoldi. Ahmad quloqlarga ishonmagandek turib ketib, "Mening pulim yo'q, ishkirda tonishimmi yo'q" deb javob berdi. Shofer yana, "Menda pul bor, men bilan mangsang, jiq yerlarni ko'rsan, pul topsan" dedi. Ahmad ma'qul bo'lib beshini langishdi. U ishkirga berib olsamla bir amal qilib Ro'zaxonni izlab topaman deb o'ylaydi. Ishkirning ne qadar ekanligini bilmaydi. U bir og'inisiga, "Adash, men ishkirga ketdim, uydagilarga deb qo'yarsan" deganda, og'inisi uni chaqchaq qilyapti deb o'ylab qoldi. U shu kuni kechda notuni shoferning mashinasiga chiqib ketib qoldi. Yo'l bo'yi shoferning sizqidan chiqmay tirishib xizmatini qildi. Shofer uni Xinan o'lkasining Jingju shahriga olib borib, shaharning bir chetida oshxona ochadigan Uyg'urlarga tanishtirib qo'ydi. Bu ko'rinishda oshxona bo'lgani bilan amaliyotda oq chekadigan va sotadiganlarning uvusi edi. Ahmad bu yerda bir mezgil turib, do'kon xo'jayinlaridan va o'z-o'zidan saskandi. U yaxshi oilada islom aqidasi bilan cho'ng bo'lgan edi. Qon qiniga singib ketgan pokiz aqida uni har vaqt yomon yo'ldan qaytishga undaydi. U oz to'la pul topgandan keyin bu oshxonadan chiqib ketib, yangi tanishgan og'ilari bilan Guangzhouga bordi. Ammo bu yerda mu ishlar uning orzusidek bo'lmadi. Bu yerga Uyg'ur o'quvchilarining ko'p qismi pul tepish uchun jonni tikib xatarga tavakkul qiladi. Qonun bilan o'ynashadi. Shunga bir mezgil pul topsa-mu, to'la hollarda oqibati yaxshi bo'lmaydi. Ahmad bir mezgil qiqilib so'qilib gangrab yurdi. U shuni ko'rib yetdiki, bu yerdagilar hammamiz musulmon, hammamiz Uyg'ur deyishib turib, bir-birining o'risini qo'lishar ekan. Pul uchun bir-birining qinini to'kar ekan. Puli yo'q, ish ko'rmagan bechoralar hamma yerda bo'zak bo'ldi ekan. Ko'chada ochliqdan o'lib qolsang yoki mehmonxonada bekordan bekorga pichoq yeb o'lib qolsang, o'zingning sho'ri ekan. Demak, Guangzhouda put tirab turish uchun pul bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Ahmad pul uchun shundoq bir yo'lga qadam qo'yib qoldiki, u go'yo borsi kelmas yo'l edi. Bu yo'l ashu yerlarda sherin xomxiyollar bilan tamtirab yurgan talay yigit qizlarning yoshlik bahori hayotini nobud qilgan edi. U shuningdan keyin ismini o'zgartib, yurti bilan bo'lgan aloqasini cho'rt o'zib, suvga cho'kkan toshdek g'oyib bo'ldi. To'g'riqlari u to'g'risida xilma-xil farizlarni qilishadi. Har xil apqashti gaplarni bir-biriga yetkazishadi. Ammo uning nadligi nima ish qilganligini ular mutlaq bilmaydi. 26-bob. Turdi qari 1984-yili tug'ilgan o'g'lini tallaylik bola bo'ldi deb qaraydi. Uning cho'ng bolalari tug'ilganda Helimgul emgakning oldirashchiligida bolalarga tuzukrakmi qarayolmagan edi. Bu o'g'li jon o'ngshalganda tug'ildi. Helimgul bu qitimqi tug'ildida 40 to'shqicha hardoq elib, 40dan keyin bolasini boqqach uy ishlari bilan bo'ldi.
Turdi qari onasini etizga chiqmay aram elishga da'vat qilib tursimu, ömürboyat ishlab o'rgangan Zaynabxon uyda o'tirg'isi kelmay etizga chiqib oladi. Etiz eriqni bir kun ko'msa, buruqtirma bo'lib qoladi. Etizning sap havasi, optipi, g'urg'ur shamollari uning jinini yoyirib etadi. U o'zini yer bilan zil-ziroat, qurut qo'ng'izlar bilan yiltizdash, to'mirdashdek ularning ko'nglini, dardi yoki xo'shalligini bilib turgandek sezadi. Etizi ishlab etib, qurib chaqildab ketibsizlar, sizlarni sug'uradigan suqini sizlarga uval, hamma ig'irchilikni sizlarga solamiz, dardinglarga yetmaymiz. Sen nimancha o'ruq, ojiz bo'lib qolgansan, hey bechora, qara avu boshqalarga, yupurmoqlaringning qapqara paqirab turg'iniga, sen nimishqa ulardek bo'lolmaysan, deb so'zlaydi. İlgari birga ishlaydigan ayollar uning bundaq gaplarini anglab kulishadi. Zaynabxon etiz bilan emas, malvaram bilan so'zlashidi. Qoli qo'ylarmi uning gapini tushunayotgandek uning deganini qiladi. Uni ko'rsa yavaşlab orqasidan agishmangdi deyishadi. Hozir u ayollar etizga chiqmaydi. Etizlar ilgarigidek odamga to'lib turmaydi. Qiz cho'qonlarning kulki chaqchaq naqshlari anglanmaydi. Kishilar etizga xalgan vaqtida chiqib ishlaydi. Ishni tugatib malvaran yoki hunar, ovqatning g'imida bo'ladi. Jahon rostila o'ngishilib qoldi. Zaynabxonning ikki akisimi qiyirganda yaxshi kunlarga ulashdi. Ömrü ig'ir emgak til ahanat ichida o'tgan bu odamlar bek yurakka oldi bo'lib ketgan ekan. Cho'ng bo'lib qolgan bolalari biror ish qilib pul topayli desa qo'rqib titraydi. Ular siyosat deganning chiqishi to'xtamaydigan narsa, bugun to'g'ri bo'lgan ish ati xato bo'ladi. Amaldorlar gapidan tenib olaveradi. Kelgulik puhraga keldi. Eng yaxshisi boy bo'lib ko'zga ko'rinib qolmay, bek namrat bo'lib och to'xmu qolmay, el qatori yashaganga yetmaydi deydi. O'g'illari dadlari aytgandek el qatori ishlab yuribmi, xeyli hollanib, ota-onasini yo'ligidek bo'lib qoldi. Shug'inisi dadasi bechora Zaynabxonning ko'ngli buzilib, yig'i tutdi. U pichirlab ota-onasining ruhiga atab duo qildi. Orqadan mushu kunlaringga shukri Xudoyim deb ulug' kichiktindi. Demisimi hozir uning og'ring'idek yer yo'q. Turli qarining kuni obdan Rustam viloyatda cho'ng idora ishlayotdi. Ro'zaxon ishkirida oliy maktabda o'qiyotdi. Ahmadla uning kecha kunduz xiyoldan chiqmay andishiga soldi. Ahmad uningga to'g'rilikda turg'usi yo'qligini aytgan. Sen bilmaysan ana, Urumchi degan bek kengrichilik ekan. U yerda har qanday odam bir nima qilib jinini beqib ketalayotgan degan edi. Zaynabxon uni Urumchiga ketdimikin deb faraz qiladi. Keyin uning ishkirga ketganini anglab, har qancha bo'lsinmi bir eg'iz xo'sh deb qo'ysa bo'lmamdi deb ag'rindi. Oxir yana nada bo'lsa aman eson bo'lsin, aman bo'lsa bir kuni bo'lmasa bir kuni qaytib kelar deb o'yladi. Zaynabxon xiyol bilan xeyli ko'p yerning o'tqini o'tayotgan edi. U seqirib og'riyotgan bellarini ro'slab olish uchun birdan o'ri bo'lib turdi. Uduldagi etizda kimdir biri mukchib o'ltirib o't o'tayotdi. Orqasidan qaraganda Abdug'ini oxunda qiladi. Ayzimxon xeylidan beri kasalchan bo'lib qolganlikdan etiz ishimi, uy ishimi Abdug'ini oxunga qolgan edi. Ba'zida yotliq bo'lib ketgan qizlari bilan kuy o'g'illarmi qarshatti. Shundaqdimi uy egisi bo'lgan ayol kishi yetib qolsa, uning o'rnini hech narsa to'ldira olmaydi. Ayol kishi yo'q uyda bo'ron uchidi, ishlar yurishmaydi. Er kishi issiqsiz, och to'qaladi. İlgirki vaqtlarda ularning turmushi hamma odamning havasini keltiradi. Tepishmoqchi elishmas degandek, ular toza tepishqanlarni edi. Ayzimxon bek ishchan, o'ngluq ayol, Abdug'ini ahilmi bahosiz odam. Bir-birining qadri toza o'tilgan yerlarda Ayzimxon ko'z tekkandek yetib qoldi. Abdug'ini ahunga tas bo'ldi. Zaynabxon kichigida uning bilan o'ynab yurgan chog'larni, keyingi chog'larda Abdug'ini ahunning xuddi qerindishidek o'ziga va oilasidagilarga yaxshilik qilib kelganini esladi. Ocharchilik yillari u har qatim bolalari bilan amalsiz ahvolga tushib qolganda chandurma yordam qo'lini sunib, uni va bolalarini Xizirdek qo'g'dab keldi. Har bir taldan go'hardek qimmat bo'lib ketgan o'sha yillarda uningdan boshqa odam unda qila olmaydi. U
u doim Zeynepning eg'il qo'tallarini o'ngshab, etis ishlariga qarshi turadi. Bu ishlar uchun zodi minnat qilib baxmaydi. U har qanday chaqda Zeynepni ko'rsa chiroyi ichilib, muloyimlashib ketadi. Zeynepga bo'lgan qoyilliqi va amroqliqni zodi yo'shirmaydi. Zeynep minnatdorlik yuzasidan etib bergan bir qacha oshni hajab o'xshabdi deb maqtab ichadi. Ayzimxonmu bizning odam Zeynep xonga oshiq, uning hamma nimasi, har qanday ishi bizning odamga gul ko'rindi deydi. Bu gapni hech kim boshqacha ma'noda tushunmaydi. Abdug'ani Axundek ko'ngil ko'ksi monaman deb turadigan, yuragi oltindek sap odamning xufiyona ish qilmaydiganligini, Zeynep xonning uningdan qilishqisiz ekanligini hamma odam biladi. Bir qitim Abdug'ani Axun ularning yig'ilib qolgan ko'taklarni yerib bergili kelib, o'ylida bir kun kechgacha o'tin yadi. Zeynep uningga usulliq ochqib yinida birdam turib qoldi. Abdug'ani Axunning qizirib terligan, kuch quvvat turgan, urg'ib turadigan qovul basti paltini ko'takka zarb bilan urganda, deb kuchinishlari, ishlab chiqqan tomirlari, ko'pib chiqqan tom belaklari uni o'ziga tortib oldi. Nemishqidir uning yuraklari tezda so'qib, chiroyi o't ilib ketgandek qizardi. To'xti qaridan ayrilgandan buyon tunji qitim bir kishi uni shuncha jalb qilgan va hayajonga solgan edi. U o'zidagi bu o'zgarishni shaytonning keyniga kirganlik deb tushundi. Har qitimqi namozda gunohlarga tavba qilib, Xudodan kuch-quvvat va pok iymon ato qilishni tiladi. Abdug'ani Axunni qarindishida ko'rishga tirishdi, ammo u tushini kontrol qila olmaydi. U doim Abdug'ani Axun bilan xotin bo'lib tushaydi. Ersi bo'yini poklab, joy namozda o'ltirib Xudoga tavba qiladi. Kunduzlari Abdug'ani Axundan o'zini qochirib yuradi. Yeshining cho'ng'ishiga agishib, bu xil tizginlashgisiz hissiyotmi asta-asta iziga tushdi. Uning o'rnini qarindoshlikqa o'xshab ketadigan ijillik oldi. Taqdirning yozmasi bilan ular quti bo'ldi. Mijazi dadisining tortgan helimigul bu uyga qumga suv singandek singib ketdi. Zeynep xon mushundaq ishchan o'ngliq qizning ashu oildan tortib olganligi uchun o'zini ularga qarzdordek sezadi. Shunga kunda degidek helimiguldan onasiga tamoq chiqartib turadi. Helimigulga onalarning ishi bo'lsa qilishib bersila bolam, bu uyda men bo'lgandikin deb toplab turadi. Helimigul ba'zida uydan yig'lab keladi. Onamni davoltayl desak pul yo'q. Dadam shuncha yil ko'pchilikning xizmatini qilib, hajab ozroq bo'lsa-mu yig'ib qo'ymabdi ekan deb zarnatdi. Demisimu Abdug'ani Axun ko'pchilikning yengli chaqliq narsasiga ko'z solmay ishlagan odam edi. Bugungi kunlikda ayolning kesilini davolatishqimi qurbi yetmaydigan o'ringa tushib qoldi. Uning aksicha ayni yillarda tilanchilik tog'ar ko'tirib, Dodiy ambirining oldidan ketolmaydigan Davud Kanayga omad toz keldi. Uning bab-baravar cho'ng bo'lgan onasiga o'xshash bo'y tortgan o'g'illari birlashib paxta terib, Davud Kanayning oilasi nahiya bo'yicha danglik 10 ming yuanlik oila, 100 ming yuanlik oila bo'lib ketishdi. Helimgulning aytishicha, Abdug'ani Axun bolalarining topi tanisiga chidamay Davuddan qarz so'rab borgan ekan. Davud uni sesiq gapga toza to'yg'izib yo'lga sapdi. Abdug'ani Axun har elib bir hafta o'rin tutib yetib qapti. Zeynep xon mushu gapni anglagandan keyin o'zining yiqqan tukkanlari bilan Rustam oyma-oy avatib turgan pullarni qo'shib Abdug'ani Axunnikiga 500 ko'y kirgizdi. Buni anglab boshqa qo'lim qo'shlarmi 5 ko'y, 10 ko'ydan yordam qilishdi. Ayzimxon bir oy nahiylik doktorxonada davolanib xeyli o'ngishib yinib chiqdi. Lekin uning kesilni uzul kesil saqayt qilib bo'lmaydigan, quvvatlik yemisa, beqish tapmasi bo'lmaydigan kesel ekan deyishatdi. 60 yoshlarning qarasini ilib qolgan Abdug'ani Axun etis eriqning ishini qilib uyga kelganda uyning ishini qiladi. Ayzimxonni obdaroq beqish, hardirib qo'ymaslikning la ko'ydi yuratdi. U ana shunday odam edi. U hozir daduychan bo'lmasimi, qo'li qisqa bo'lsimi, dehqonlar uni yanada yaxshi ko'radi, hurmat qiladi. Zeynep xon kimningdir tovlagan ovozini anglagandek bo'lib, ittik beshini ko'targanda etis qirda pildirlab o'z tarafga yugurib kelayotgan navir qizni ko'rdi. Ota-onasi singlimizning etini o'chirmaymiz deb uning etini Zumrat qo'ygan edi. Zumrat cho'ng onasini ko'rib, "Cho'ng ona, Rustam akam keldi" deb to'g'ladi.
Zeynepxanın yürəyi xoşallıqdan tepiçəklab çırayğa qızılıq yugurdi. U aldırğından səl dəldügünüb orundan qopdu da nəvir qızını yetilginçə öy tərəfə yugurdi. Hovlidagi supida o'ltirgan Rustam onasini ko'rib itdek oldiga keldi. Onasining chachlarida oq ko'pib qolganligini, ko'zining quyrug'idagi qo'riqlarning cho'nqirlab qolganligini hisobga olmaganda u yana xeyli yosh ko'rinadi. Rustam onasiga amroqlik bilan erkilab, uning qo'llarini qo'shlab tutib olib, yirik alqonlarini yuziga surkidi. Hammadan mushu qo'llaringizni bakseg'iniman, Juma ona. Tushimdimi mushu qo'llaring bilan beshimni silab turganingni ko'raman, dedi. Zeynepxonning ko'zidan yosh chiqib ketdi. Zeynepxon uning yepi uchunla emas, o'g'lining qaddiy qomatlik, insofliq er bo'lib yetilganiga xo'shal bo'libmi yig'layapti. Ana ko'ngli degan shundoq. Ular xafalıqdan ko'ra xo'shallik uchun yig'laydi. Tağdak ig'irchilikqa g'inqilmagan, ni dard alamlarga yosh to'kmagan ona bolasidan kichkina bo'lsa-mu dili suv ichganligi uchun o'zini tutib olmay qoladi. Ana bola supuq silingan ko'p ustida o'ltirib uzoq mungdashdi. Bu yil yozda o'qish bitkazadigan Ro'zaxonning Ahmadning gapini qilishdi. Rustam viloyatga yo'tkilib borgandan keyin Abbos Shujining qiyinan singlisiga uylangan edi. Bu to'y ishini Shujining xotini o'zi o'tirg'a qo'yib, Rustamga ko'p chiqim qildirmayla qilgan bo'lib, to'ydan keyin Abbos Shuji Urumchidagi bir nazoratga nozir bo'lib yo'tkilib ketdi. Mana endi Rustamni o'zi ishlayotgan nazoratga qarashli bir idoraga yo'tkagan edi. Boshqadan bo'lsa buni tepilg'usiz fursat bilib, do'ppisini osmonga otgan bo'ladi. Ammo Rustam yurtiga bo'lib onasiga chidamay qoldi. Anasının özlərini qandaq jaboda cho'nqilg'ini uning esidan zoti chiqmaydi. U endi bolalarning rohitini ko'rib, g'am g'ussasiz yashashi kerak edi. U Urumchiga ketsa, onasini doim yo'qlab, hol ahvoldan xabar olib turolmaydi. Agar bormaymanlar desa, ayoli uning bilan ajrashib, 2 yoshga kirgan o'g'lini olib ketaverdi. Bu qitim u mushu o'ylarni onasi bilan o'rtoqlashish, onasining maslahatini olish uchun kelgan edi. Agar onasi qeyrib qoldim, meni tashlab ketamsizlar desa, u hech nimaga qarmay qolgan bo'ladi. Ammo onasi, "Nimishqa bormaysan? Borg'in bolam, o'g'lingni yetim qilma. Cho'ng shaharlarda yashab, ko'klab ket. Ahmadni izlab tepib, beshini silab qo'y. Ukang emasmi? Menga pat-pat xat yozib tursang, xizmat bilan bu taraflarga o'tganda yo'qlab tursanglar bo'ladi", dedi va Rustamni qayta ig'iz ochtirmadi. Rustam shaharga qaytib uzoq o'tmay Urumchiga ketdi. Menishdan burun yurtga yana bir qitim kelib, onasi, urug' tuqqan yurtdoshlari bilan xo'shlashdi. To'g'riqliklar uni xeyli yergacha orqasidan uzitib berishdi. Ocharchilik yillari edi. Zeynep bolalarni agashtirib, qo'niqqa chalab ketilgan etizliqdan purchoq teriyotdi. Qo'noq orasiga terilgan purchoqni allaqachon o'rib ilib ketishgan. Faqatla yerga chechilib ketgan dallarni to'liq yig'ib bo'lolmagan edi. Ularga to'pi orasidan bir tal, 2 tal yoki birer uchun purchoq uchrab qoladi. Bolalar inchga kir barmoqlar bilan muzdek yerni kovlab, sap-seriq dallarni ko'rganda ana deb xo'shal chaqirishib ketishadi. Ular qadamda bir qo'noq ko'taklarga po'lat tog'lashdan qolgan qattiq qapqara dashqallarga putlashadi. Birdala ularning yenida surlik cho'nqur o'rilar paydo bo'ldi. Zeynep uni po'lat tog'lash mezgilda yog'och ko'ydirish uchun qo'lgan o'rilar ekan deb o'yladi. Zeynepxon o'ri oldida to'pi qo'lab o'ltirgan Ro'zaxonning qandoqlarcha o'rak tushib ketganini bilmay qolgan edi. Uning "Ana, meni tortib olgin" degan ovozi yerning tegidan anglangandek qiladi. Zeynep qo'rqib chiliq-chiliq targa cho'mgan holda uyg'onib ketdi. O'g'lining ovozini tushida emas, xuddi o'ngida anglagandek, u ovoz quloq tubida hali ham yangrayotgandek tuyulib, undarib uyning hamma yeriga qarab ketdi. Tushish keligini bilgan bo'lsa-mu, yuragi siqilgan holda mangdab turib ketib, endi Ro'zaxonga nima bo'lgandi, uni nemishqa o'ragi tushib ketib tushigandiman, uningga biror peshkalik yuzini otamdi ya deb o'yladi. Ichida "Ey ulug' Alloh, o'zing bor, o'zingga oson, bendanga qiyin. Gunohkor bandalaringni o'z panohingda saqlag'aysan. Ashu musofir o'g'limni peshkanlik og'riq saloqdan, ko'zi yomonning ko'zidan, o'ti yomonning o'tidan saqlag'aysan" deb pichirladi.
Дәл шу күнләрдә тоғрақлықтан нәче 10 мың километр ерақлықтығы чоң бір шәрді тұрып атқан Роза Ахунның hayatı haqiqatan muhim xatar içinde turatdı. O'qish bitkizilgan sinfning o'quvchilari oliy maktab hayotidagi eng oxirgi imtihonga tayyorlik qilayotgan kunlarda Ro'zaxon ular bir necha kun kecha yotiqiga qaytmadi. Izlab chiqqan saboqdoshlari uning doim dars takrorlaydigan daraxtlikda o'ri turib kimlar bilandir munozirlashayotgandek qaynab so'zlayotganligini ko'rishdi. U o'zini qaytirib ketmoqchi bo'lgan saboqdoshlariga musht etib yaqin yo'llatmadi. Tushdan keyin jiddiy qutqizish mashinasi kelib Ro'zaxonni doktorxonaga qilib ketdi. U shahar sirtidagi ruhiy kasalliklar doktorxonasida 3 oy yotdi. Yaxshilanib doktorxonadan chiqqanda saboqdoshlari allaqachon o'qish bitkazib ketib qilishgan edi. Faqat Ramila uni onni sonda yo'qlag'ach, uning doktorxonadan chiqishini kutib maktabda turib o'tdi. Yavaşlab jimg'ur bo'lib qolgan Ro'zaxon Ramilaning savollariga to'liq javob berdi. Ramila, sen nemishqa o'zing bilan o'zing gaplashsan deb so'raganda, o'zim bilan o'zim gaplashmadim. Hozir mening atrofimda nurg'un yo'chin odamlar bor. Pakar chiroyini ko'rgili bo'lmaydi. Lekin noyda oldirash yurishidi. Hamma yerni temiz qilib, oqtirib, qo'lga chiqqanni elib ketadi. Ko'rganlar narsani shapashlatib, yeb purtib etadi. Akşamı uxlay desem, karvatimda yetib oldu. Tamaq yey deb tursam, qo'llarini tiqib qachamdikini yeb oldu. Men amalsiz. Ular bilan munozirlashiman. Ular bek yo'lsiz, dedi. Ramila atrofga qo'rqimsirab qaradi. Qani qayerda u odamlar? Men nemishqa ko'rolmayman. Ular mening atrofimdami bormi? Bor, hamma yerda bor. Ularning badanidan, eg'izlaridan sesib ketgan qarilayning puruqidek yoki biliq puruqidek g'alati puruq keladi. Sen ularning pochiqida o'ltiryapsan. Men ularning orasida aran qistilib turyapman. Mana bir putimni qo'yg'idek ya yo'q, havo yetishmaydi, demim siqilib ketyapti. Ro'zaxonning tatirib ketgan chiroyiga qarab Ramila qo'rqib o'rnidan sakrab turib ketdi. Voy, nima deydigansan? Mang'ina odamni qo'rqatmay, hozir nemishqa munozirlashamaydigan bo'lib qolding. Heyliq men ichadigan oq do'rbagu shu meni savr taqatli qilib qo'ydi. Bo'zak bo'layotganimni bilib tursammi, taqat qilaman. Ular bilan tinch birga yashayman. Bek yaxshi qilibsan. Do'rangni ichadigan vaqt bo'lib qoldi. Ichib olamsan? Ma'qul ichib olay. Ramila bilan maktab qo'shib bergan o'qituvchi Ro'zaxonni yurtiga ilib mangdi. Ro'zaxon poyezdda birdammi o'ltirmay o'yir turib oldi. Ko'zmi yumadi. Tamoqni qo'liga ilibla haqlar og'zini tiqib qo'ydi deb to'kib o'tadi. Ular poyezddan tushib avtobusga chiqdi. Avtobus derisidan cho'l bayaman qumliqlar ko'rinishga boshlaganda Ro'zaxon asta tinchlanib uyquga ketdi. To'g'riqliqqa yetib kelganda xuddi heli chiqib ketib qaytib kelgandek hammaylarga shundoqla bir qarab qo'yib uyga kirib ketdi. Ko'rishmagili 3 yil bo'lgan onasiga qarab birdam turib ketib, echingandak beshini chayqab qo'ydi. O'g'lining bu holini Zaynabxonning yori bosgan yuragi yana bir qitim laxta bo'lgan bo'lsa-mu, qandoqla bo'lmasin 4 a'zoyi saq qaytib kelganini o'ylab, ko'ngli sal tiskin topdi. Ramila bilan Xanzu o'qituvchi bir sandiq do'rini qo'yib, uydagilarga Ro'zaxonning do'risini vaqtida ishkizishni topilib, xo'shlashib qaytib ketishdi. Yo'lga chiqishdan bir kun burun oqshimi Ramila Zaynabxon bilan Helimiguldan tartinibmi o'ltirmay. U tepilg'usiz esil bola edi. Muallimlarimiz uni kallasi bek o'tkir, kelgusi cho'ng ishlarni qiladi deydi. Men uni shunchaki yaxshi ko'ratdim. Esit deb buqildab yig'ladi. Ro'zaxon to'g'raqliqda bir mezgil tinch yashadi.